Top universitetlarga tayyorlanishdagi birinchi qadam bu xalqaro til sertifikatiga ega bo'lish. Biz bilamiz, top universitetlarga tayyorlanishda bizga ingliz tili sertifikati kerak bo'ladi. Ingliz tili xalqaro sertifikatlardan biz TOEFL, Duolingo, IELTS testlari haqida bilamiz. Biz aynan bugun Duolingo va IELTS sertifikatlari haqida gaplashamiz. Duolingo English testi o'zi qanaqa? Bu sertifikat o'zi qayerlarga o'tadi? Duolingo English testi, ya'ni Duolingo sertifikati dunyoning 5000 dan ortiq universitetlariga qabul qilinadi. Ulardan Ivy League universitetlari ham bor. Ivy League universitetlariga Harvard, Brown, UPenn va shunga o'xshash yana bir nechta universitetlar kiradi. 8 ta universitet bor. U 8 universitet hammasi top 30 universitetlar qatoriga kiradi. Va aynan Duolingo sertifikati shu universitetlarga ham qabul qilinadi. Bu universitetlar Duolingo sertifikatini IELTS'ni qanday qabul qilsa, xuddi shunday tarzda qabul qiladi. Ya'ni IELTS va Duolingoning darajasi ular uchun bir xil. Duolingo testining qulayliklari nimada? Duolingo testini topshirish uchun sizga bitta kompyuter va 1 soat vaqtni o'zi yetarli. Duolingo sertifikatini topshirishdagi Duolingo English testini topshirishdagi qulayliklarni eng qulay qismlaridan biri bu joylashuv tanlamasligi. Siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, O'zbekiston bir qishlog'ida bo'lasizmi, shaharda bo'lasizmi yoki umuman boshqa davlatda bo'lasizmi? Sizda bitta kompyuter, Wi-Fi yoki internet va sizda 1 soat vaqt bo'lishini o'zi yetarli. Duolingo English testining yana bir qulayliklaridan biri bu narxi arzonligi. IELTS testini topshirish uchun sizdan $200 talab qilinadigan bo'lsa, Duolingo English testini topshirish uchun atigi $65 talab qilinadi xolos. Va Duolingo English testini tekinga topshirish imkoni ham bor. Bu bo'yicha keyinchalik gaplashamiz. Va yana bir top universitetlarga topshirayotgan o'quvchilar bo'lsa, juda muhim narsa bu, ya'ni IELTS testini siz IELTS sertifikatiga ega bo'lganingizdan keyin universitetlarga rasmiy natijani jo'natish uchun $20 atrofida pul to'laysiz. Duolingoda esa hammasi bepul. Ya'ni siz cheksiz universitetlarga bepul tarzda o'zingizni natijangizni official tarzda, ya'ni rasmiy tarzda universitetga jo'natishingiz mumkin. Va qulayligi yana bir qulayliklardan biri bu Duolingo English testini topshirib bo'lganingizdan so'ng 1,5 kun, 2 kun ichida natija chiqishi. Bu juda yaxshi. Chunki ko'pchilik top universitetiga topshirayotgan o'quvchilar vaqtlari kamligi sababli IELTSga registratsiya qilib 14 kun vaqt sarflashlikka imkonlari bo'lmasligi shunda erkin tarzda uylarda ham Duolingo English testini bemalol topshirishlari mumkin bo'ladi. Eng ko'p beriladigan savollardan biri bu Duolingo English testi IELTSdan osonroqmi? To'g'risi oson deyolmayman, chunki shaxsan o'zim IELTS va Duolingo testlarini topshirganman. Duolingo English testidan 135 natijani qo'lga kiritganman. IELTS va Duolingo testini topshirgan inson sifatida ayta olamanki, Duolingo English testi oson emas. Duolingo English testida ham 4 ta section bo'ladi. Va ko'pchilik oson deb o'ylashadi Duolingo English testini. Kimlar ular? Demo testini topshirib ko'rgan insonlar. Chunki demo testini siz topshirib ko'rgan vaqtingizda sizning natijangizni qanaqadir range oralig'ida aytiladi. Misol uchun 120 dan 145 gacha. Insonlar o'ylashadiki 145 bu mani Duolingo English test natijam, ya'ni Duolingo natijam deb o'ylashadi. Aslida minimum skordan ham pastroqi bo'lishi mumkin ular natijasi. Misol uchun 120-145 orasida ko'rsatgan bo'lsa natijani 115 bo'lishi mumkin, 110 ham bo'lishi mumkin. Ya'ni demo test topshirgan insonlar Duolingo English testi juda oson ekan. Mana ishladim, 4 ta section ham oson, 1 soatda o'tib ketdi. Natija yaxshi chiqdi deb o'ylashadi. Aslida test 1 soatdan iborat bo'lgani uchun qiyinchiliklari davomiyligi ko'p bo'lmaganligi uchun insonlar o'ylashadiki Duolingo English testi ancha oson. Aslida
IELTS misol uchun 4 soat bo'lsa, IELTS topshirish uchun 4 soat vaqt ajratish kerak bo'lsa, Duolingo English test uchun 1 soat vaqt ajratish kerak. Ya'ni 4 soatlik test 1 soatga kompress qilingan. Lekin 4 ta sectiondan iborat. Comprehension, literacy, and speaking and also production. Shu qismlardan iborat Duolingo English testi. Ya'ni xuddi IELTS bilan bir xil, speaking, writing, reading and listening, like that. IELTS bilan bir xil, faqat o'sha 40 ta 80 ta yana writing bilan speakinglar qo'shgan 80 tadan 80 plus savollar bo'ladigan bo'lsa, IELTS testida bunda juda kam savollar bo'ladi. Bu juda kam savollar berish orqali, juda kam test orqali, sinov orqali sizlar natijalari Duolingo ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Buni holatda naborot qiyin bo'ladi. O'quvchining natijasini, real natijasini ko'rsatib berish. Shu sababli siz juda qiynalasiz. Har bitta savolga to'g'ri javob berishingiz sizni natijangizni ko'tarishi mumkin, yoki har bitta savolga noto'g'ri javob berishingiz sizni natijangizni qanchadir barobarga tushirib yuborishi mumkin. Tasavvur qiling, mana 40 ta test bo'ladi, IELTS testini listening partida. Lekin Duolingo English testida 15 ta bo'ladi xolos, misol uchun, aniq bilmayman, shu aytib ketyapman. O'zgargan chunki sistema. 15 tadan bittasini xato qilishingiz sizga juda qimmatga tushadi. Listeningda bo'lsa 40 ta savoldan bittasini xato qilishingiz sizga katta ta'sir ko'rsatmaydi, chunki 40 tadan 39 ta ham 9 chiqadi. Shu sababli Duolingo English testidan yaxshi natija ko'rsatish IELTS testidan yaxshi natija ko'rsatishdan ko'ra qiyin bo'lishi mumkin. Lekin agar kuchli inson bo'lsa, ingliz tili darajasi haqiqatan kuchli inson bo'lsa, bu narsa katta ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki har bitta javob berilgan to'g'ri javob natijani keskin ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Har bitta berilgan noto'g'ri javob keskin tushishga sababchi bo'ladi. Shu sabab Duolingo English testi oson emas. Yetarlicha intensiv, yetarlicha qiyin, deyarli IELTS qiyinlik darajasi bilan bir xil. Faqat shu formatga tushib olish kerak bo'ladi. Duolingo English testining formati, ya'ni sal boshqacharoq, IELTS testiga o'xshamaydi. O'sha formatga tushib olish uchun siz bitta kanal tavsiya qilaman. O'zim tayyorlanib, o'zim self study qilib 135 Duolingo English score'ga ega bo'lganman. Teacher Luke degan odam bor. YouTube'da Teacher Luke deb qidiradigan bo'lsanglar, Teacher Luke degan odam bor. Step by step hamma darslarni berib ketgan. O'sha insonning darslarini ko'rish orqali bemalol siz ham Duolingoda yaxshi natijaga erishsangiz bo'ladi. Endi Duolingo English testi kimlar uchun deydigan bo'lsak, Duolingo English testi qulayligi va narxi va natijaning juda erta chiqishini hisobga olganda ko'pincha chet elga topshiradigan va top universitetlarga topshiradigan insonlar uchun juda qulay. Chunki o'zimda bo'lgan experience aytib beraman. Top universitetlar, ya'ni shu top universitetlarga topshirish mavsumi bor. Common App orqali topshiriladi. Bu bo'yicha ham bir xil videolar qilamiz. Shu paytda bir oy qolganda men ingliz tili darajamni ko'rsatib beradigan test olishim kerak bo'lib qolgan. Chunki IELTS natijamni deadline tugagandi. Shu payt men Duolingo English testiga tayyorlanishga ahd qilganman. 15 kun tayyorlanib, Teacher Luke darslarini ko'rib, formatga tushib olish uchun 15 kun vaqt ketgan. 15 kun tayyorlanib topshirganman, 135 natija chiqqan. 135 natija adashmasam 7,5 ga to'g'ri keladi IELTSdagi. Va ko'p universitetlarga, top 100, top 200, top 300 universitetlarga qabul qilinganman. 100% grantlar ham yutganman. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, agar chet elga ketmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, top universitetlarga topshirmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, bu testni topshirishni tavsiya qilaman.
Va ko'pincha insonlar Germaniyaga til sertifikati ko'rsatish uchun ham Duolingo ingliz testi topshirishadi. Germaniya uchun ham, umumiy Yevropa davlatlari uchun, Yevropa universitetlari uchun Duolingo ingliz testi qabul qilinadi. Faqatgina O'zbekiston davlat universitetlariga qabul qilinmaydi xolos Duolingo ingliz testi. Lekin juda ajoyib test Duolingo ingliz testi. Hammani topshirishini tavsiya qilib qolardim. Agar sizda ham tig'iz vaqt bo'ladigan bo'lsa, top universitetlarda o'qish maqsadingiz bo'lsa, Duolingo ingliz testi juda qulay va narxi arzon, joylashuv tanlamaydi va qulayliklar ham bir so'z bilan aytganda juda ko'p. Xullas bugungi mavzuyimiz shu edi. Duolingo ingliz testi va IELTS o'rtasidagi farqni o'zingiz ko'rdinglar. IELTS haqida ko'p gapirmadim, chunki juda ko'p insonlar IELTS haqida gapirishadi. Men Duolingo ingliz testi qulayligi haqida gapirdim. O'zingizlar endi IELTS bilan solishtirib olsanglar bo'ladi. Rahmat sizlarga. Mana shu YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yinglar. Hali Xudo xohlasa, juda ko'p videolar top universitetlarga qanday kirish bo'yicha, ularga grantlar yutish bo'yicha va yana ko'p bosqichlar haqida bu kanalda gaplashamiz. Keyingi video balki Duolingo ingliz testini qanday qilib tekinga topshirish haqida bo'lishi mumkin. Rahmat hammaga. Salomat bo'ling.